Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Farg'onalik Temirlar shahrida agrotexnika do'konimizga ko'rishingiz mumkin. Kentaur motoboylardan 4 xil variantda, ya'ni benzinli va sarakali 190 va 192 motorlarda yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar va kommentariy yozib, o'zlaringizga yoqqan bitta motoboyni tanlab, o'shani kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Unda biz boshladik. Birinchi o'rinda 190 salarikali, mana 190 salarikali 2025-yilda 10-oy 29-kunda chiqqan motoboyni tashrif o'tkazamiz. Bu salarikali 190 ni 15 otishli motoboy bo'ladi. Oldida to'rtta led faralari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Hammasi yonadi va ishlaydi akalar. Balonlari 612 Cherokee katta balondan qo'yilgan bo'ladi. Karovkalarni ko'rishingiz mumkin. Karovkalar ancha katta va sifatli qilib ishlangan akalar. Bunda 3 xil skorsi bor. Oldinga ikkita, orqaga bitta skorslar bilan joylashgan bo'ladi. Kalit va rushnoga zavodit bo'ladi akalar. Kalit ham rushnoga ham zavodit bo'ladi. Mana bu yerda patsozi bor. Patsoz orqali zavodit qilsa ham bo'ladi akalar. Va vozdixlari maslinniy qilib ishlangan, ya'ni vozdixi maslinniy bo'ladi. Ya'ni bu motorga chang yoki ortiqcha narsani kirib ketishini oldini oladigan narsa bo'ladi akalar. Bunda keyingisi Skyline firmasini 192, mana 192F motorli motoboyni tashrif o'tkazamiz. Akalar, buning eng qiziq joyi mana bu yerda buni ham 2025-yilda mahsuloti bo'ladi akalar. Bu ham aslatga eski narsa emas. Akkumulyatorlari katta geliy akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Bu ham starterga o't oladi. Kalitlari bu tomonda qilib joylashgan bo'ladi akalar. Bu ham akkumulyatori ancha katta qilib ishlangan va karovkalari ham ancha katta qilib ishlangan bo'ladi. Oldida to'rttalik led faralar qo'yilgan akalar. Buni ham vozdixlari maslinniy bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Vozdixi maslinniy, bu ham motorga chang yoki havoni o'tkazib yuborishdan oldini oladi akalar. Bunimizning narxi hozir 7 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Bunimizda esa akalar 8 million 800 ming so'm qilib beryapmiz akalar. Keyingi motoboyimiz 190F. Bu Kentaur motoboyi bo'ladi. Bu 2025-yil 10-29. Ya'ni 29-oktyabr kuni chiqqan motoboy akalar. Buni ham oldi 4 ta led farali bo'ladi. Vozdixlari maslinniy, 100% maslinniy. Ko'rishingiz mumkin, bu 190F. Buni ham oldinga ikkita, orqaga bitta skorslar bilan joylashgan bo'ladi. Pastda ancha katta qilib karovkalarni ishlab qo'ygan. Balonlari 612 Cherokee balondan joylashgan bo'ladi akalar. Bu 90 gradusli bo'ladi. Bu esa 0 gradusli, bu burilmaydi. Bu esa 90 gradusga buriladigan variantidan bo'ladi akalar. Bunimizning narxi 9 million 500 7 million 500 ming so'm qilib beryapmiz akalar. Kimga shunday motoboy kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bunisi ham 190. Ikkovlar bir xil, narxi ham bir xil ekan. Buning narxi 7 million 500 ming so'm. Men aloqaga chiqaverasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shunday 5 xil freza qo'shib beramiz. Video yoqqanmasa like bosib, pastga bosib qo'yasizlar.